Bir og'ir uchrashuv o'tkazdik. Jahon chempionati shunaqa bo'ladi. Shunaqa janglarga tayyor bo'lib borishimiz kerak. Bundan keyin ham katta davralarga kiryapmizmi? Katta davralarning shartlari ham katta bo'ladi. Abduqodir Husanov yig'layapti. Alamli ko'z yoshlar. Uning klubdagi sherigi Bernardo kelib yupatdi. Abduqodir mana shu harakat, ya'ni emotsiyasi bilan ko'rsatyaptiki, bunaqa holatga yutqazish kerak emas. Lekin tajriba to'playmiz, kuchliroq bo'lib qaytamiz. Ha, baribir biz oldinlari saralash vaqtlarida bo'ladi. Oxirigacha, so'nggi soniyalargacha umidimiz saqlanib qoladi. Xuddi shunaqa bo'lib qoladi nasib qilsa. Cristiano Ronaldoni esa bugun chiroyli o'yindan tabriklaymiz. Baribir uning juda ko'p muxlislari, vatandoshlarimiz ichida bor. Ular endi ko'proq O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilishgan. Ha, endi bu yoqda endi bemalol